Kattakon rahmat Grabus jamoasiga Chorsudiga yonib ketgan uyimni dodda qilib bitirib berishdi deydigan kunlar menga ham nasib qilsin. Sababi hozir o'shani proyektini ko'rgani kelganman. 3 sotuvdan iborat ekan. Bu 3 sotuvli uyga qancha pul ketganini va meni 1 sotuvli uyimga qancha pul ketishini bitta gaplashamiz do'stingiz bilan. Bu 3,5 sotuvli xonadonimizni video davomida necha pul ketganini aytaman. Hozir xonadonimizni obzor qilib beramiz. Ko'ramiz. Hozir uy ko'rdim-da, o'rtoq qarang, ko'chadan kirib kelishdan o'ziga tortadigan faizli uy bo'lgan. Yevropeyskiy stilga ham tushyapti, o'zbekchaga ham tushyapti. Qanaqa ma'noda? Bu yoqdan eshikdan kirgan paytingizda bu yoqda agar ko'pchilik mehmon keladigan bo'lsa, endi meni o'zimning oilaviy sharoitimdan o'zbekchilikdan kelib chiqamiz, qadriyatlar bilan. Hamda bolachalar o'yinini o'ynab boshqa qilib tursa, mehmon kelgan paytda ham padacha bo'laradi, hozir masalan ko'rsataman. Mana oshxonani ham, mana eshik nima deydi otini? Bu razlijnoy eshik. Razlijnoy eshik. Oynasini reflonni qilganmiz. Kelgan mehmon oshxonadagi odamni men ko'rmayman. Shunaqa. Betga ham mana stul qilingan erkaklar alohida, ichkarida zalda ham ayollar alohida o'tiradigan qilgan eng yoqadigan menga narsiz mana uyga shunaqa qilib berasiz. O'rtadagi nima deydi? Ostrov. Ostrov. Ostrov planda yo'q edi bu yerda. Ostrov kerak narsa bo'lgani uchun qo'shtirib ketgan. Sizlar tavsiya berdinglar. O'zi bo'lmagan edi. Bular bilan ishlashi afzallik tarafi ham shundada, plus minuslarni hamma narsasini aytib o'tishadi. Endi zalga kiramiz. Ketdik. Mana oynalarni-chi Ro'shan. Men ko'proq endi bu videoda men ko'proq gapiraman, noto'g'ri tushunmang. Sababi men uyimni shunaqa qilib berishingiz kerak edi. Mana oyna yoqdi. Nima dizayner? Reflonni oyna. Reflonni. Zalga, oshxonaga shunaqa oyna qilgan yaxshi. Mehmonlar ham ko'rinmaydi. Shunisi zo'r ekan-da, mehmonlar kelganda ayollar boshqa o'tirgan paytda yaxshi ekan-moru. Kimdir ko'chadan kelsa ham ko'rinmas ekan-da. Shunaqa. Mana shunaqa oyna qilamiz. Bu necha kishilik stol, qanday zal bo'ldi? Xo'p, 12 kishilik stol, 3,5 ga 6,5 razmer. 3,5 ga 6,5. Men 7 ga to'r qilamiz deb demak, mana shu ham bemalol ekanda. 7 ga to'r qilsangiz bundan ham zo'r bo'ladi. Bundan ham uzunroq chiqadi. Bundan kattasi o'zi katta bo'ladi. Tushunarli. Shu o'rinda ana boya gapingizni aytib keting, gaplashib o'tirdik lyustrani servis haqida. Ha, lyustrani ko'pchilik kelganda buni changini qanaqa qilib artamiz deb aytishadi. Buni servisi bor. Kelib o'zligi tozalab ketishadi. Mana eng afzallik taraf shunda. Bunaqa katta yirik mashinaqa o'zligi noldan patkuli chiqib beradigan komanda bilan ishlagan paytingizda mana shunaqa narsalar muammo yo'q. Men chisti tavsiya qilaman. Sababi keyinroq aytaman nimaligini. Bu boyagi mehmonlar uchun yotoqxona. Shunaqa mehmonlarga qanaqa sharoit kerak bo'lsa, xuddi shunaqa sharoit qilib qo'ygan. Xuddi ana bir xonali gastitsadek joy ekanda. O'zini sanuzeli, hamma narsasi shkafi. Zo'r. Bu yoqdan hovliga chiqib, misol uchun havo almashtirsa ham bo'ladi. Hovli ham bor joyda, tushunarli. Uyga bosib o'tib chiqish shart emas. O'zi gostiyoy spalnini shunaqa alohida zonaga joylashtirish xohlashadi. Shunaqa qilib chizib proyektlari bilan qilib berishadi, noldan ahamiyat berish joylarga. Tashqaridan kirdik. Bu yoqda zal, bu yoqda oshxona, mehmonlar uchun yotoqxona. Uyni yuragidan boshlaymiz-mi, tepadagi xonalardanmi deb hozir gaplashdik-ku siz bilan. Uy yuragi ko'pchilikga qiziq bo'ladi. Zo'r yechimlar qilingan. Bitta ko'ringlar, qani. Mana zinalarni ham lekin yorib sizlar bor-ku. Bu shipon neoklassik uslubiga moslangan perilalarini Xitoydan zakaz qilib olib keltirganmiz. Hammalari ham o'zini to'xtaydigan, buriladigan joylarda farqi bo'lar ekanda. Shunaqa aka. Cho'tki chiqibdi. Qani yuring. Aytib o'tganda uyimizni yuragiga tushib kelganimizda eng menga yoqqan joyi men birinchi kirib ko'rib oldim-da, bu qanaqa nima qilingan. Faqat siz barmog'ingizga ochiladi bu. Ham qarang, shunaqa zo'r yechim qilib qo'yilgan. Bu 12 lik bloklarda Ro'shan, endi meni yo'nalishim bo'lganiga o'zim tushuntirib beraman sizga, nimayli? Bemalol. Obunachilik. Sizdan bilib oldimmi informatsiyani? Qaranglar, spanellarda tepalarda asishenalar bor ekanda, ana o'sha asishenalarni 12 volt boradi-yu u yoqqa. Tepani o'ziga blokini qo'yib yubormasdan, mana shunaqa pastda o'ziga umumiy elektrika shitini ichiga qo'yib yuborilgan ekan, qatga nima bo'lsa. Uni nima yaxshi tarafi deydigan bo'lsanglar, agar uyga usti keladigan bo'lsa, bu kuyadigan blokda vaqt soati bilan 1 yilmi, 10 oymi o'shanda uyga kirib o'tirmaydi. Shu yerda o'zidan ishini qiladi, shu yerda o'zidan ketaveradi. Zo'r yechim bo'libdi. Uyga yuragi deganda ko'pchilik santexnikani tushunadi. Men ham mana shu narsalarni yaxshi ko'raman. Bunaqa taxlab akkuratni qilib qo'yishadi. Meni domimni qilgan, komanda qilgan buni. Shunaqa aka. Da, yorib yuborishadi lekin zo'r ustida ishlaydi. Qatga nima kerakligini bilib ishlatishganda, buni hammasining o'zining funksiyasi bor. Ertaga muammo bo'lsa ham klient hech qanaqa narsada qiynalib qolmaydi. Nima yechim qilgansizlar shunga? Bu yerda hamma narsa markirovka qilinadi. Qaysi biri qaysiga ishlashi, mabodo qayerdadir o'tishga bo'ladigan bo'lsa, shu yerda o'zidan ko'rib, oddiy tushunarli qilib yechim qilib qo'yilganda. Tushunarli. Lekin bizda mana hozir 1 yildan beri turyapmiz, hech qanaqa muammo bo'lmadi-yu. Baribir buncha narsaga uy egasi tushunishi ham qiyin-da. Yaxshi yechim qilingan ekan. Ma'notga bitta pista, semichka, bitta chips, yoki meva qo'yamiz, ikkita muzli suv, maza qilib kino ko'rar ekanmiz-da. Ha, aka oilaviy bolalar bilan maza qilib televizor ko'rib, kino ko'rsa bo'ladi. Dam olish kunlarida, lekin xayrli bo'lsin uy akamizga.
yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin shu uyda niyat qildim. Xudo xolasa aytotdim. Bizdan ham uy podvoliga qilsa bo'ladimi? Bitta shunaqa kichkina podvol qoldirib ketibsam, qo'ni qo'shnilarni qaraymiz, eski uylar bo'lmasa, rishina qilsa bo'lsa, qilib beramiz, muammo yo'q dedilar. Ovozdan boshqa chiqyapti, bilasizmi? Akustikasi bor ekanda, shuni orqadan kalonkalar, mana bu atmosfera uchunmi chisti? Shunaqa patsiyatkalar yoqib qo'yib ko'rib o'tirsin. Men bunaqa uchastkalarni podvolda bunaqa joylarga hech tushib o'tirmagan ekanman. Bunaqa xonalar oilani jipslashtiradi. Shunaqa, to'pto'p. Bu zo'r gap bo'ldi. Bunaqa xonalar oilani jipslashtiradi. Hozir uyga kelsangiz, hamma telefonda o'tiradi. Telefonlardan uzilib kelib dam oladigan joy. Qilamiz. Orqamizdagi xona namozxona sifatida ham foydalansa bo'ladi. Bu yerda sanuzel, bu yerda uyimizning yuragi, bu yerda nima desan, kiradigan joy. Kiradigan prachka bo'ldi. Garderob. Garderob ham ichida. Zinan tagida kichkina sklad qilib qo'ygan. Yonidagi nima? Bu холодный komnata. Tushunarli. Bu yerda kinoteatr. Shunaqa. Bitta podvol o'ziga shuncha narsa, ana endi tepaga chiqamiz. Ketdik. Ikkinchi etajga ko'tarildik. Bitta nechta xona bor umumiy? Umumiy 4 ta spalni bor. Faqat uxlashga joylar bu yerda. 5 ta farzandlari bor, o'zlarining spalnilari. Mashalloh. Bu qanaqa spalni? Nasıl chiroyli? Qizlarining xonasi. Voy, mashalloh. Bizga ham nasib qilsin. Ras chiroyli. Ikkita qizlari bor. Общий 3 ta qizlari bor, 2 ta Hasan Husan o'g'illari bor. Voy, mashalloh. Bizga ham nasib qilsin. Asa chiroyli bo'libdi. Xayrli bo'lsin. Aytgandek, yaxshi to'ylar qilsanglar, uylarning rangini ro'shan, mana shu hammasini yozib oling. Xuddi domimizdagi bo'libdi. Bu yerda ranglari ham xuddi mana shunaqa ranglar bilan ishlaymiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Bu ham narsa zo'r bo'libdi. Bu o'zlariga bo'lsa kerak, yotoqxona. Ha, bu o'zlarining spalnilari. Mana shu chiroyli bo'ldi. Bu yoqda shkafi, yoyiladigan joyi. Bu yoqda kolonna tushgani uchun mana shu yerda o'ziga ham shkaf qo'ydik. Narsa chiroyli, zo'r yechim bo'libdi borku. Zinadan chiqish bilan o'ng qo'l deganda o'zlariniki yaxshi bo'libdi. Ichkariga ham yurib o'tirilmasa kerak. Ha, ichida o'zining sanuzeli ham bor. Zo'r ishini qilib beribdilar. Gap yo'q. Tepada ham mazza qilib bemalol yaxshi kinolarni ko'rib o'tirsa bo'ladi. Bu yerda sanuzel bo'lsa kerak. Bu umumiy sanuzel. Bu tushunarli. Qani boshlang. Kiramiz. Bu o'g'illarning xonasi. Ha, bu ranglari ham, ha, bo'rboyvacham o'ziga mos. Gap yo'q, dodda bo'libdi borib. Xayrli bo'lsin. Gilamlari sizga yoqadigan gilamlar. Ha, ana bir xil o'ziga Eron sifat stil deydi buni. Okay. Ro'shan bizani uyimizdan endi ozgina uchini chiqaraman. Bizani uyimizdan hozir yashab turgan uyimizdan remontlarni noldan qilib berishgan penthouse uyimiz bor, 2 etajli. Allohning izni bilan nasib qilib qo'ygan o'sha uyimizni to'liq remontini o'zi mayli mana buni qilaylik, mana buni qilaylik deb turib ancha narsa bo'lgan. O'tgan xudo xolasa keyinroq rosa aytadi, aka o'sha yerda videosini olib chiqaylik deb. Keyinroq qo'yamiz xudo xolasa videosini tez kunda. Xudo xolasa. Chorsini remont qilib ko'chib olaylik, keyin qo'yamiz. Chorsini tezlashtirish kerak. Bo'ldi, aka. Ro'shan boshlang o'rtoq, bu kimning xonasi bu endi? Bu 3-qizlarning xonasi. Varasi chiroyli bo'libdi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, juda ham chiroyli chiqqan. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, hamma xonaning rangi bir xil, bitta masjidga oppoq. Hamma yoq oqgan buni. Hamma joy. Lustrasidan tortib devorli shkafigacha. Zo'r uyg'unlashtiribsizlar. Xarakteriga moslaganmiz, mana mramorlarni ham oppoq qilib berganmiz. Da, tushunarli. Buni ustidagi mramorni, toza tosh ekanda bu. Tosh. Gap yo'q, zo'r chiqibdi. Mana buni noldan loyiha paytdan qilingan. Menimcha bu ana oynaniki bu. Shunaqa oynali. Yo'q, oynali perilla qo'yiladi, obzor to'silmasligi uchun. Ha, oyna bilan chiroyli chiqadi. Mana bu narsa nima narsa? To'rtburchak bo'lib turgan qo'lini tomni ustida buni. Bu yerda ham oynali qilib yopamiz. Yomg'ir qorlarda o'tirib maza qilib kofe ichib bo'ladi. O'rtoqlar bilan o'tirsa bo'ladi. Ha, ichiga stul, yomg'ir qorda o'tiradigan joy. Zo'r ishini qilib bersa, tomdan ham foydalansa bo'lar ekan. Shunaqa kichkina hovlilarda shunaqa terrasa qilsa ham hovlini effektini olsa bo'ladi. Biz ham qilib bo'lar ekan tom. Bo'ladi, aka. Lekin oshxonalariga, mana qilingan o'choqlariga, tandirlariga вообще gap yo'q lekin rosa unumli foydalanibdi. Hovliga pastga qarashga qulay joylar qilingan. Bu yerda qo'l yuvishga sharoit, sanuzelari hamma narsasi bor ekan. Juda ham did bilan bo'pti bor. Rostakasini 4 ta uruvilli uy bo'pti deb qo'rqmasdan aytsa bo'ladi. Bunaqa mas'uliyatli ishlarni albatta Grabus jamoasini mana Ro'shan do'stimiz ancha yildan beri o'rtoqchilik qilamiz. O'zimizning uyimizni ishonib topshirganmiz. Uyaltirib qo'yishmagan vaqtida bitkazib berishgan. Ana endi bir sotuvli bo'lgan xonadonimni ham xudo xolasa topshiraman, ko'ramiz endi. Xudo xolasa. Ana endi obunachilarimizdagi qizuv joyi bu uyimizga nech pul ketdi umumiy 3,5 sotuvga, bizning uyga nech pul ketdi deb pastda gaplashamiz. Pastda gaplashib qoldik. Boyagi savol Ro'shan, bu uyimizga nech pul ketdi 3,5 sotuvli xonadonga? Xo'p, 3,5 sotuv bo'lgani bilan korobkamiz 600 kvadrat, terrasamiz ham bor, ko'rganingizdek. Bu uyimizga 450 ming dollar atrofida ketdi. Fasadlar 600 kvadrat. Shunaqa. Tushunarli. Bizning uyga nech pul ketadi bir sotuvga? Sizni uyingizga endi talablaringizni o'rganib chiqishimiz kerak. Ikkita uruviy qilamiz aytadi. Joyini bitta o'rganib chiqqan holda taxminan hisoblab beramiz, aka.
taxminiy korobkaga bir 30 minggacha, u yog'iga maksimum 100 minggacha bitirib olsa kerak. U yog'i ishtahaga bog'liq. Ishtahaga bog'liq. Ha. 200 so'mlik narsa bor, 500 so'mlik narsa bor, 1200 so'mlik narsa bor. Bo'lsa zo'r bo'lsin deb ketursangiz oshib ketaveradi. Budjetga qarab ish qilsangiz aytgandek shunaqa narsa bo'ladi. Yoki bitta narsa aniq bilaman. Standartdan sizniki qimmatroq bo'ladi, chunki sifatni tushunadigan odamsiz. Da, tushunarli. Domda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. 300 so'm mo'ljallovdik. 300 dan 300 so'm, 500 so'm, 1000 so'mlik narsa qo'yilyapti. Mayli, menimcha farq qilyapti, bu bo'la qolsin. Menimcha mayli, bu men bo'la qolsin deb mashina. Menga kerakli-ku, mana bu narsa uzoq muddat ishlaydi-yu, deb pulini oqlab ketadi deb yaxshi narsalar tanlagansiz. Agar sizlarga shunaqa noldan sifatli xonadon qurib berish kerak bo'lsa, proyektda, dizayni, hamma narsasini o'zligi qilib berishadi. Bularni ustiga qo'yib pul ishlashmaydi. Eng muhim joyi bizda ham shunaqa kelishuv bo'lgan. Magazinlarning ustiga, mana masalan, kelayotgan molni ustiga 200 so'mga olib 300 so'mga sotishmaydi. Shu qadriyatda ishlashadi. Boshidan biz shu narsani kelishuv qo'yganmiz. Shunda ham o'z bo'ladi shunaqa bo'lgan ekan, ishlash kelishuv prinsiplari. Tavsiya qilaman, cho'chimasdan bizlar ham bir sotuvli xonadonimizni boshlaganimizda albatta videolarni qo'yamiz. Yana bitta joyini aytib ketay. Misol uchun do'kondan beriladigan bonuslarni ham biz klientga o'tkazib yuboramiz. Tushunarli. Bu videoni do'konchilar ham ko'ryapti. Hech qanaqa allam-qallam narsa yo'q. Ishonchli bo'lgan bolalarni doim yaxshi narsani tavsiya qilib kelganman. Uylarni beringlar, cho'tki qilib patkurish topshirib berishadi. Men uchun ertadan kirsa kerak. Ha, уже bitirdik. Ertadan ko'chib kirishadi. Zo'r. Egalariga xayrli bo'lsin, yaxshi to'ylar qilinglar. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaring.